Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 10-sinflar uchun O'zbekiston tarixi 26-paragraf O'zbekistonda paxta ishi va uning oqibatlari. 1982 noyabrda KPSS Markaziy qo'mitasi bosh sekretari SSR Oliy Soveti Prezidiumi raisi Leonid Brejnev vafot etadi. U mamlakat va partiyani 18 yil davomida boshqargan edi. 1982-84 yillarda Yuriy Andropov va 1984-1985 yillarda Konstantin Chernenko Sovet ittifoqiga rahbarlik qiladi. 1985-yil 11-martda Mikhail Gorbachov KPSS Markaziy qo'mitasi bosh sekretari, 2-iyulda esa Andrey Gromyko SSR Oliy Soveti Prezidiumi raisi lavozimiga saylanadi. 1985-yilda mamlakatda qayta qurish siyosati boshlanadi. 20-asrning 80-yillariga kelganda Sovet rejimi uning siyosiy tizimi va xo'jalik yuritish usullari o'zining rivojlanish imkoniyatlarini tugata boshlaydi. O'zbekiston iqtisodiyoti katta xomashyo va tabiiy boyliklar zaxirasiga ega bo'lishiga qaramasdan, SSRning markaziy hududlaridan ancha ortda qola boshlagan edi. Ana shunday sharoitda O'zbekistonning o'sha paytdagi siyosiy rahbariyatlaridagi rahbarlar iroda, qat'iy jur'at Sovet ittifoqi doirasida respublikada tutgan mavqeini ochiq-oydin aytib o'tish uchun ulardan mardlik yetishmadi. Bu rahbarlar markaz topshiriqlarini tezroq uddalash, respublikaning SSRga boqimanda ekanligi to'g'risidagi uydirmalarni takrorlashdan nariga o'tishmasdi. O'zbekiston SSRning ijtimoiy-siyosiy hayotida 1984-yil 23-iyunda bo'lib o'tgan O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining 16-plenumi mash'um rol o'ynadi. Moskva tashabbusi va ko'rsatmasi bilan tashkil qilingan bu plenumda qabul qilingan hujjatlar O'zbekistonda o'zbek xalqini asossiz badnom qilish kampaniyasini boshlab berdi. Plenumda Moskvadan maxsus yuborilgan KPSS Markaziy qo'mitasi sekretari Ligachov va boshqalar qatnashib, Kreml ko'rsatmalarini izchillik bilan bajarilishini talab qila boshladi. Aynan ushbu plenum qarorlari bilan markaz tomonidan O'zbekistonda paxta ishi deb atalgan siyosiy qatag'onlar boshlandi. Keyinchalik bu qatag'on hatto O'zbekiston SSRning o'sha paytdagi sobiq va birinchi rahbarlarini ham chetlab o'tmadi. SSR bosh prokurori huzuridagi alohida muhim ishlar bo'yicha maxsus tergovchilar guruhi tuzildi va ularning dastlabkisi 1983-yil boshlarida O'zbekistonga yuborildi. Ana shunday maxsus tergov guruhlarining asosiylaridan biri bu Gidlyan va Ivanov rahbarligidagi 1983-yil aprelda tuzilgan edi. Ular keyinchalik markazdan respublikaga kelgan desantchilarga tayanib O'zbekistondagi navbatdagi qatag'onni amalga oshirdi. 1983-1987 yillarda Moskva, Leningrad va RSFSRning boshqa shaharlaridan 1000 ga yaqin desantchi O'zbekiston partiya, sovet, ma'muriy xo'jalik organlariga yuqori rahbarlik lavozimlariga yuborildi. O'sha paytda desantchilar va 3000 nafardan ortiq tergovchilarga mahalliy rahbarlar va respublika huquq-tartibot organlarining ko'plab xodimlari katta yordam bera boshladi. 1985-1990 yillarda O'zbekistonda paxta ishi degan uydirma bo'yicha 40 ming kishi tergov qilindi. Ularning aksariyati tergov izolyatorlarida prokuror sanksiyalarisiz o'tirdi. 5000 nafar kishi esa soxta ayblar bilan jinoiy javobgarlikka tortildi. Tergov jarayonida inson huquqlari toptaldi. Tutqunlarga jismoniy va ruhiy ta'ziyq o'tkazildi. Ularning oila a'zolari va qarindosh urug'lari ham qamoqqa tashlandi. Kadrlarni almashtirish siyosati ayanchli tus olib ketdi. Markaziy matbuotda e'lon qilingan maqolalarda o'zbek xalqi badnom etilib, paxta ishiga ataylab siyosiy tus berildi va u o'zbeklar ishiga aylantirildi. Bu siyosiy kampaniyani O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbarlari qo'llab-quvvatlashdi. Markazdan yuborilgan kommunistik amalparastlar O'zbekistonning partiya va hokimiyat tizimida asosiy o'rinni egallab, o'zbek xalqiga qarshi qatag'onni avj oldirdilar. Qatag'on qilichi eng avvalo O'zbekistonning sobiq rahbari marhum Sharof Rashidov xotirasiga qarshi ko'tarildi. Sharof Rashidovchilik degan sun'iy ibora o'ylab topilib, undan Sharof Rashidovni o'limidan so'ng badnom qilish va shuhratini yerga urishda foydalanildi. Xullas, Sovet rejimining paxta ishi oqibatida O'zbekistonda minglab kishilar nohaq ravishda jazolandi. Xalq xo'jaligi sohalarida qo'shib yozish, poraxo'rlik va korrupsiyaga aloqador jinoyatlar SSRning deyarli barcha hududlarida yuz bergan bo'lsa ham, tajriba maydoni sifatida O'zbekiston tanlandi hamda jinoiy ishga aloqador kishilardan tashqari ko'plab odamlar aybsiz jazoga tortildilar. Kommunistik mafkuraning qatag'on qilichi bu bilan cheklanmasdan paxta ishini o'zbeklar ishiga aylantirilishiga urindi. Qatag'on siyosatini amalga oshirishda markaz rahbariyati va vakillaridan tashqari O'zbekistonning o'sha paytdagi siyosiy rahbariyati, xalqimiz orasidan chiqqan hamda tergovchilar bilan hamkorlik qilgan va ularni g'arazli ishlarga ko'maklashgan ayrim qo'rqoq va xoinlar ham juda katta faollik ko'rsatdilar. Bu esa tarixning achchiq haqiqatidir.